Armongina. Armonlar og'rig'ini ko'targan qalblar hikoyasi. Muallif Navro'zaoy Odilboy qizi. Ba'zan inson hayotida shunday orzular bo'ladiki, ularni amalga oshirish uchun butun qalbi bilan intiladi. Ammo ba'zi taqdirlar bor. Ular insonning eng beg'ubor orzularini ham sinovga soladi. Bugungi kunda yurtimizda ayol va qizlarga katta e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ularning bilim olishi, o'z orzulariga erishishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Masalan, oliy ta'limda o'qiyotgan qizlar uchun foizsiz ta'lim kreditlari, magistratura bosqichida esa shartnoma asosida o'qiyotgan ayol qizlarning 100% kontrakt to'lovini davlat tomonidan qoplab berilishi buning yaqqol misolidir. Ammo shunday imkoniyatlar bo'lishiga qaramay, ba'zi oilalarda qizlarning orzulari e'tiborga olinmaydi. Armonginam asari aynan shunday taqdir haqida hikoya qiladi. Asar qahramoni Sarvinoz ham boshqa qizlar kabi katta orzular bilan yashaydi. Kitobni qo'lidan qo'ymaydi, izlanadi, maktabni ham a'lo baholar bilan tamomlaydi. U oliy ma'lumotli bo'lishni, bilim olib, jamiyatda o'z o'rnini topishni istaydi. Ammo uning bu orzulari inobatga olinmaydi. Sarvinozni erta turmushga berishadi. Shu ondan boshlab uning orzulari asta-sekin armonlarga aylanadi. Hayot esa Sarvinoz uchun oson kechmaydi. U taqdirning og'ir sinovlarini boshdan kechiradi. Ammo qalbida sabr va umid bilan yashashda davom etadi. Ba'zan unga eng yaqin bo'lgan insonlar tomonidan ham azob va bosimlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Shunday iztirobli kechalarda esa u ko'z yoshlarini yashira olmay, mehribon onasini sog'inib yig'laydi. Go'yo onasi yonida turgandek, u bilan xayolan gaplashadi. Dardini aytadi, ko'nglidagidek armonlarni so'zlaydi. Oliygohlarda o'qiyotgan dugonalariga havasli boqadi. Sarvonozning qismati bu faqat bir qizning taqdiri emas. Bu orzulari tinglanmagan, imkoniyatlari yetarli baholanmagan ko'plab qizlarning ichki dardi. Har bir qizning orzusi kelajak sari tashlangan qadamdir. Har bir qizning umidi jamiyatning ertangi kuni. Armonginam asari esa bizni bir haqiqat haqida o'ylashga undaydi. Qizlarning orzularini tinglash, ularning bilim olishiga imkon berish va kelajagiga ishonch bilan qarash. Chunki bilimli va baxtli ayol bu jamiyatning eng katta boyligidir. Aziz ota-onalar, bizlarning birgina qarorimiz farzandlarimiz taqdirini o'zgartirib yuborishi mumkin aslida. Ularga yurtboshimiz ishongani kabi biz ham ishonaylik. Ularni qismati Sarvinoz kabi bo'lmasligi uchun hozirdan harakat qilaylik.